Şu videoni Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Bugun men navbatdagi Qorakaltak MF'da uchrashuvni boshladik. Birinchi uchrashuvga mana Tolipov Jahongir. Jahongir aka. O'tiring. O'tirib olinglar. Jahongir aka qarz qarori bo'yicha nimani kredit? Kredit chorvachilik bo'yicha 50 million. Mahalla loyihasi bo'yicha. Mahalla loyihasi bo'yicha kreditimiz bor. 50 million olmoqchiman. Chorvachilik, nasllik. Mahalla bankidagi uchraysiz Jahongir aka. Ha. Mahalla loyihasi bo'yicha kreditimiz bor. 5 yillik 25% stavkada 2 yil imtiyozli davr bilan. Mahalla bankidagi uchraysiz. 4 kunida ko'rib chiqib, ijobiy hal qilib beramiz. Paketli loyiha yo qoramolni o'zimi? Qoramolni o'zi o'sha Bo'ldi, mayli. Faoliyat kengashida yangi ish yo'lini yaratasiz. bo'ldi, rahmat. Navbatdagi mijozimiz Yakub va Inobatxon 100 million so'm olishyapti. Xo'jayinlar kelishdi o'zlari. Bo'ldi. Ayollarning xo'jayini kelibdi. 312 bo'yicha nimani kengaytiryapsiz aka? Qoramol qo'yga. 312 bo'yicha. Qoramolchilikka bor. Ha, bor. Chorvachilikni rivojlantirish. Bu ham 5 yillik 2 yil imtiyozli bilan ayol kishi bo'lsa 19% stavkada beramiz. Erkak kishi bo'lsa 20. Ayollar uchun qulaylik bor. 2% qulaylik bor. Qilib beramiz. 5 ish kunida ko'rib chiqib berib, ishingizni ijobiy hal qilib beramiz. Keyingisi Rahim va Gulnoza. Bu shular 312 bo'yicha. Keling, o'tirib olaylik. 312 bo'yicha. 312 qaror bo'yicha nimaga olyapsiz opa? Bog'chani faoliyatiga. tikuvchilik faoliyatiga nechi pul? 100 millionga. 100 milliongacha kengaytiryapsizmi? Ha, ilgari bor. Dastgohni o'zini olyapsizmi yo xomashyo ham olyapsizmi? Xomashyo ham olamiz. Dastgoh. Dastgoh bilan xomashyo. 5 yillik imtiyozda hozir tushuntirdim akaga ham ayollar uchun 19% bo'ladi. 2 yil imtiyozli davri bilan ish o'rnini ko'proq yaratasiz opa. Tikuvchilikda masalan ish o'rni 3 ta, 4 ta, 5 ta yaratsa bo'ladi. Faoliyatingizni kengaytirib, sizga ham 5 ish kunida ko'rib chiqib ijobiy hal qilib beramiz ishingizni. Rahmat. Keyingisi Nishona va Gulnozaxon. Gulnoz opa keling. Qarz qarori bo'yicha Gulnoz opamiz. Ipoteka kreditlari bo'yicha. Ha, ipoteka krediti bo'yicha. Birlamchimi? Yangi olyapsizlar. Yangi olyapmiz. 17,5%. Hamma shartini tushungan bo'lsangiz, Aytishdi bank. hujjatlarni olib kelasiz opa. Ipoteka krediti uchun liniyamizni ochib, xudo xohlasa hal qilib berasiz. Uyni qayerdan olyapsiz? Uyda o'sha nimadan? Eko shahardan. Ega shahardan bo'ldi işte. Ishingizni hal qilib beramiz ijobiy. 3 kunda ko'rib chiqib berishadi, ipotekalik tezroq bo'ladi. Ha, bo'pti, rahmat. Keyingisi Langar qurilish savdo. Nanga qurish keling opa. Assalomu alaykum. Oilaviy tegirmonchilik bilan shug'ullanishadi. Tegirmonchilik. Qanaqa loyiha bo'yicha? 312 bo'yicha. 312 bo'yicha 100 million. 100 milliongacha. apparatini chiqargan. Hozir opalarga tushuntirdim. 19% stavkada. 9%. Kifoyatlar qulaylik va ayollar uchun 5 yillik 2 yillik imtiyozli davri bilan. Dastgoh sotib olasizmi? Aynan dastgoh. O'zim boraman ko'rgan. Bo'ldi. Sog' bo'ling, ishingizni qilib berishadi opa. Hozircha 5 ta edi. Shular. Yana tadbirkorlar bo'lsa, aka, postoyanno xudo xolasa mahallaga tushib ishlaymiz. Tadbirkorlar kredit nima istaklari bo'lsa, to'plab turasiz, belgilangan kuni kelib uchrashuvda o'tkazib, xudo xolasa tadbirkorlikni kengaytirish, yangi tadbirkorlikka ochish va hamma liniyamiz bo'yicha kreditlarimiz bor. Ijobiy hal qilib beramiz kreditlarni. Bo'ldi. Sog' bo'linglar hammalaring.